ovqatga chaqirdilar-ing. Bu yerda ichim ham bo'lmaydi-yu. Yo nima? Oxirgi payt marojniy kayf qilsanlar. O'zingni sekinroq, atrofingga qara, odamlarning ko'pligini. Kech bo'lsa, olib boraman o'sha yoqqa. Sen bo'li joyim gaplashib qo'yganman. Joy deganingga bori, go'zal bori gaplashadigan qizim. Xo'sh, O'sha suvchilaringizni qachon yuborasiz, holi jonimga qo'ymayapti. Nima? Kayf qilganman, to'g'ri, lekin u ham qo'shilishib kayf qilgan-ku. To'g'rimi? u qizning o'zi urvining ham to'g'ri kelmasdi. Undan ko'ra ozgina sabr qilganda bitta yaxshi qiz topib uylan. Gap yo'q. Bunaqa kayfga berilib ketganlaringni bilmagandim. Ikkalovining ham ko'chada obro' e'tiborli, hurmatga sazovor insonsanlar. Lekin asl yuzlaringchi. Ertaga hamma o'ladi-da. Janozaga ko'pchilik yig'iladi. O'shanda imom so'rar ekan: "Mayit, ya'ni o'lgan odam qanaqa edi?" deb. Iltimos, kelgan insonlarni yolg'on gapirishga majbur qilmaylar o'shanda.